TikTok va nihoyat pul ishlab topadigan mashinaga aylandi. Ko'pchilik reels makerlar esa buni hali ham bilishmaydi. Hozir sizga yangi sxema qanaqa ishlashini tushuntirib beraman. Videoni yuklaysiz, odamlarga qanaqadir kod so'zni yozishlarini so'raysiz va ular darhol sizni sotuv qo'llanmangizni qo'lga kiritishadi. Hammasi avtomat tarzda, xuddi Instagramdagi kabi. Faqat hozircha buni TikTokda juda kamchilik qo'llayapti. Bu siz yutug'ingiz. Endi konversiyani yarim yo'lda yo'q qilib profil shapkasiga o'ting degan narsalar umuman kerak emas. TikTokka ichida videoyingiz ostida sizga bir odam yozadi-yu, shu zahotiyoq sizni sotuv varonkangizga o'tadi. Buni ChatPlace servisi qiladi. Bir marta sozlaysiz va tizim buni bu yog'iga avtomatik ravishda hal qiladi. Oxirgi yillarda hammaga ma'lumki, Instagramda sotuvlar aynan shu varonka orqali amalga oshmoqda. Tasavvur qiling, sizni minglab odamlar ko'radi, 100 kishi sizni sotuvga mo'ljallangan qo'llanmangizni oladi. Siz esa barmog'ingizni ham qimillatmaysiz, avtomat ishlaydi. Natijada konversiyalar osmonga uchadi. Men o'zim ham kecha sinab ko'rdim, soatdek ishlayapti. Agar men sizga bu tizimni sozlash bo'yicha batafsil qo'llanmani yuborishimni xohlasangiz, kommentlarga TikTok deb yozing va albatta menga obuna bo'ling.